Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi 2025-yilda sohada amalga oshirgan ishlar yuzasidan axborot berdi. 2025-yilda respublika bo'yicha 136 million dollar bo'lgan 48 ta yangi loyiha ishga tushirilib, 2441 nafar yangi ish o'rinlari yaratildi. Ushbu loyihalar doirasida jami 392 million dollar investitsiya o'zlashtirildi. Shundan 92% xorijiy investitsiyalar bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 2,3 barobarga o'sdi. Hududlarda jami 878 million dollarlik 39 loyiha, shu jumladan Tashkent Pharma Park farmatsevtika klasterida 407 million dollarlik 13 ta loyiha joylashtirildi. Farmatsevtika klasterida loyihalar soni 32 taga yetdi va ularning umumiy qiymati 981 million dollarni tashkil etdi. Jumladan bitta loyiha ishga tushirildi. 20 tasida qurilish ishlari, 11 tasida esa loyihalashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Respublikadagi farmatsevtika erkin iqtisodiy zonalarida 9,4 million dollarlik 5 ta loyiha ishga tushirildi. Shuningdek, 98,9 million dollar qiymatdagi 17 ta yangi investitsiya loyihalari joylashtirildi. Tarmoq korxonalari tomonidan 7,3 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Bu ishlab chiqarish hajmi miqdoriy jihatidan 128% ga, qiymat jihatidan esa 1,5 barobarga o'sganini ko'rsatadi. Qirg'iziston mahalliy korxona tomonidan import o'rnini bosishga qaratilgan 639 turdagi dori vositalari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu ko'rsatkich avvalgi davrga nisbatan 2,7 barobarga oshdi. Umumiy nominalishlar soni 6400 dan oshdi. Mahalliylashtirish dasturi doirasida esa 1,4 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi, ya'ni 1,9 barobar o'sish qayd etildi. Eksport hajmi 220 million dollarga yetdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 125% ni tashkil etdi. Eksport amalga oshirilgan davlatlar soni 55 taga yetdi. Jumladan, eksport hajmi Birlashgan Arab Amirligiga 4 barobarga, Afg'onistonga 4 barobarga, Polshaga 4 barobar, AQShga esa 8 barobarga oshdi. Yangi investitsiya loyihalarini jalb qilish maqsadida 700 dan ortiq xorijiy kompaniyalar bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Narxlari sun'iy ravishda oshirilgan 2000 nomidagi import dori vositalarining referent narxlari qayta belgilab chiqildi. 2025-yil 5-dekabrdan distribyutorlarning dorixonalarga yetkazib berish narxlari pasaytirildi. 2026-yil 1-martdan aholi uchun narxlar 40-60% ga kamaytirildi. 2026-yil 1-yildan esa yana Turming nomidagi dori vositalarining narxi tushirish rejalashtirilgan. Dori vositalari va tibbiy jihozlarning sifatini ta'minlash, ma'muriy to'siqlarni qisqartirish maqsadida 19 ta normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Raunfar mahalliy korxonasi tomonidan qiymati 20 million dollarga teng 130 turdagi import dori vositalarini texnologiyalar transferi asosida ishlab chiqarish bo'yicha 10 ta shartnoma imzolandi. 2025-yil oktyabr oyida Germaniyada bo'lib o'tgan CPHI Frankfurt 2025 xalqaro ko'rgazmasi doirasida texnologiyalar transfer yo'nalishida 20 ta xalqaro shartnoma tuzildi. Farmatsevtik inspeksiyalarini o'tkazish tartibi PIX xalqaro tashkilot talablari asosida qayta ko'rib chiqilmoqda. 2025-yilning dekabr oyida O'zbekistonning PIX tashkilotiga a'zo bo'lish uchun rasmiy ariza topshirildi. Ma'lumot uchun PIX xalqaro tashkiloti dori vositalarini ishlab chiqarishni nazorat qiluvchi davlat inspeksiyasi organlarini birlashtiradi. Bugungi kunda tashkilot tarkibiga 50 dan ortiq davlat, jumladan AQSh, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, Yaponiya va Janubiy Koreya a'zo hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr salomat bo'ling.